bir-biridan boshlab 1-11 gacha bo'lgan chizuvlar yo'l bilan parallel chizilgan bo'lsa, bu yog'iga endi ko'ndalang chiziqlar hisoblanadi. Unda ozgina savol-javob qilib olamiz, o'tilgan mavzularni bitta eslab olamiz. Hop, Ibrohim, sizdan boshlaymiz. Atamalardan chorraha deb nimaga aytiladi? Chorraha deb yo'llarni bir sathda tutashadigan, kesishadigan va ajratadigan qismi deb aytiladi. Hop, Komila, sizga savolimiz. Chorrahani qanaqa turlarini bilasiz? Chorrahalar tartibga solingan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan va teng ahamiyatga ega bo'lgan turlarga bo'linadi. Diyor, sizga savol. 324 belgisini ta'siri qayerda tugaydi? Birinchi chorrahada 325 belgisini oxirida va 331 belgilarini tugashida va aholi punktlarini tugashida tugaydi. Mehriddin, sizga savol. Shu vaziyatda transport vositasi chapga burilishi mumkinmi? O'rtada ajratuvchi mintaqa borligi sababli birinchi kesishmada belgining kuchi tugaydi va ikkinchi kesishmaga burilishi mumkin.